Tez kadar küçültmüş üstlerinde sunumlarda başka da manalık türlüğünde sansalar. O'rnimizdan turib o'qib chiqamiz. Masalan, Mening do'stim o'ta aqlli. Sen ne uchun futbolga borasiz? Men erta maktabga boraman. sen ne uchun futbolga borasan degan siz qanday fikr qo'llanasiz? Yo'q, mezgil. Wibel sen. Mezgil ya. Mezgil aka, qancha mezgil? Ya sen ne uchun deganma? Maqsad. Ne uchun, ne maqsad? Futbol o'ynash uchun dedi. Yaxshi jalg'ashtirib. Mening do'stim masalan aybolning uyida Muhammad Nurjon ayboldan sal aqlliroq. Aybol o'zi zamonida. Aqlli jalg'ashtirib. Aybol boyqush Men erta maktabga boraman. Men ishimizni yaxshi ko'raman. Men ish yuzimni yaxshi o'yladim. Yuzimni. Aha, qanday ishdi bu yerda? Yaxshi. Aha. Yaxshi amal. Arqaray, qanday qalay o'rgan ishimiz. Yaxshi o'rganadi. Men matematika Aray ishlar qiziqdim. Futbol sinifidan bitta Jamil Qosimov. Jamil uning aqli sal Aray Arqaray. Nimaning ma'nosi qishda bo'lgan ya? O'qimiz. Amina dan Quvunbay, Amina erta maktabga bormaydi. Amina o'ta kuchli do'st. Sizlarga qiz ekan ya, Quvunbay, Saljinda, vaziyat sizlarda Men ertaga avlga boraman. Mening do'stim o'ta mehmonda. o'ta mehribon dedi. Yaxshi, men so'z qo'yishim. Küçük paylandım. Birisinde yüzden paylandım. Birisinde küçük. Aha, yaxshi. O'qimiz. En küçük ne Futbol oynadim. Yaxshi. Qanday vaqtda? Yaxshi. Endi test taqsimotga qo'shib, matn taqsimasi, matnning yumush taqsimasi, ya. Albatta, barchalamizga bir matn taratib beraman. Barchalamizga bir matn bir-birimizga qo'shib o'rgatishimizda, o'sha matnni o'qib o'tiramiz, so'ngida qo'rqinli taqsima bor. Ya'ni belgili bir so'zlar bo'ladi. Barchalamizga qo'llarimizga bir blankdan beraman. Bu yerda matnning yumush to'xtatiladi. Ya'ni belgili bir matn berilgan kitobxonalarga aylanishda, Ostonadagi kitobxonaning tanisa o'tirib, o'sha qo'rqinli taqsimani natijaga o'tirasizlar. Ya, aslida taqsimasi ya, biz toplaymiz. Plus yani
Сізге
Asıkpay alamız, asıkpay alıp gideceğiz. Ada sen kalacak. Bayraklarımız aldığı zaman aha. Oha. Ayhanım. İşte. Oha. Sınıfta da iyi. Oha. Mira,